Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina seyyidil mursalin. Ve imamil muttaqin. Ve qaidil mujahidin. Ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. El-amirine bil ma'rufi ve nahine anil munkar. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Müslüman qarindoshlar, bugungi dersimiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning musulmonlarning hojatlarini ado qilish va ularning xizmatini qilish haqida ko'rsatgan ko'rsatmalari va bergan yo'l yo'riqlari haqida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo insanlığını yaratish bilen bu insaniyet dünyasida en baxtlik, xotirjamlik, adaletlik bir cemiyetni qurib chiqishni maqsad qilgan. Mana bu maqsad uchun Alloh taolo har bir davrida va yurtda payg'ambar avatdi va u payg'ambarlarga xos kitoblarni tushirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamga ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tushirdi. Qur'oni Karim baxtlik oila, adolatlik jamiyat qurishdagi asosiy prinsip ve asası ölçemdir. Şunun için Müslüman özünün dünyaya keliştiki maksadını düşünse ve Allah subhanahu ve Taala'nın dünyanı yaratıştiki maksadını düşünse insan özünün dünyada nima iş qilish kerakligi ve nima iş qilish onun için en muhimligini insan his qila oladi, birodar. Mana bugungi kunda moddiy jihatdan insonlarning ahvoli yaxshilangan, moddiy jihatdan turmushi taraqqiy qilgan, hamma tarafı kolaylaşkan bir devrini insaniyet tarihinde tapqılı bulmaydı. Bugün hamma taraftan intayin terakki kılgan bir devride turuptimiz. Ama yeni şunun qo'shgan bugünkü kundagidek en baxtsiz kishilarning qalbi qetib ketgan, mehri shafqat kötürülüp ketken, bir-biriga bo'lgan yordamla üzülüp qalgan cemiyetine hem bu İslam tarihi mabeynida hem uçrat qilib olmaydi, birodarlar. Bugün cemiyetga qarab baqaylik. Nurg'un avlodlar o'zining ota-onalarini bekishdan qechib, ularni baqadigan sanatoriyaliga nurg'un ota-onalar o'zining bolalarini beqish mas'uliyatidan qechib avlodlarni tarbiyalaydigan yaslilarga tashlab qo'yayotganligini ko'ramiz. Hatto o'z farzandlarini o'zining qo'li bilan o'ltirayotgan va uni tashlayotganligini ham ko'ramiz. Demak, cemiyet şu kadar bir-biriga zulüm qiladigan, cemiyet intayin taş yürek bulab ketgan bunda bir halda turibmiz. İslam mana kishilarni bunu bundaq bir ahvolda musulmonlarning qiyinchiligini hal qilish, hojatlarini ado qilish tin ibaret güzel bir muamele, güzel iş hareketlerini yol koyuş arkalık İslami cemiyetini, Müslümanların hayatını
eng baxtli bir cemiyetke aylandırış üçün Müslümanlar bir-biriga qiladigan yaxshilik, bir-biriga qiladigan g'amxo'rliklarni ibodatga aylantirgan. Allah Teala Sure Haj'ning 77. oyatida ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra vettaqullah la'allakum tuflihun dedi. Ey müminler, namaz o'qinglar, sajda qilinglar, Rabbinglarga ibodat qilinglar, vaf'alul khayr, yaxshilik qilinglar dedi. Allohdan qo'rqinglar, chuqum sizlar nijot topsizlar. Mana vaf'alul khayr degan so'zni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu bisilatil arham ve ihsanul ahirin urug' tuqqan kishilikni ulash bilan boshqalarga yaxshilik qilish bilan yaxshilik qilinglar deb tafsir qildi. Aziz birodarlar, islom mu'min insonning Allohga qul bo'lib yashashni talab qiladi. Allohga qul bo'lish ba'zi taraflardan bir nechaga bo'linadi. Masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, qulun qo'shnilarga yaxshilik qilish, ojizlarga yaxshilik qilish, yetim yesirlarga yaxshilik qilish va atrofingdagi har bir kishiga yaxshilik qilish. Hatto sening diningga chaqilmagan, sening tinchligingga, xotirjamligingga qarshi chiqmagan kofirga yaxshilik qilish va adil muomala qilishga buyuruydi va buni qilganni islom ibodat deb qaraydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda bunda deydi: "Ahabbun nasi ilallohi anfa'uhum lin-nasi va ahabbul a'mali ilallohi sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an wa la an amshi ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahran ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كزم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه من مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل التبراني İmam Albani rahimahullah sahih degan hadis. Bu hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalam kishilarning musulmonlarga qilgan muomalasi, musulmonlarga qilgan yaxshiligi, musulmonlarning g'amini yeganligi, musulmonlarga yetkazgan manfaati bilan Allah Teala'nın yaxshi ko'rishiga erishadiganligi, Allah subhanahu va taolaning oldida darajasining ustun bo'ladiganligi, Allah subhanahu va taolo uningdan haqiqatan rozi bo'ladiganligini bayon qilish bilan Allohga bog'lanadigan amal atrofingdagi musulmon insonlarga yaxshilik qilish bilan bo'ladi deganni bayon qilgan. Odamlarning Allah Teala'ga en suyumliki, Allah yaxshi ko'radigan, do'st bo'lgan bandalar shu odamlarning insonlarga manfaatlidir. Aziz qarindoshlar, ilm bilan manfaat yetkazayli, yoki iqtisod bilan manfaat yetkazayli, yoki har qanday vositalar bilan manfaat yetkazayli, boshqa kishilarga manfaat yetkazgan har qanday ish birinchi shu ishda Allah'ın rızasını niyet qilgan vaqtda u ibodatga aylanadi. Eng yaxshi ibodat aylanadi. Mana bugun musulmonlar dunyoda bizni qutqazguchi bormi? Bizga igi bo'g'ichi bormi? Davatqan musulmonning qonlari xuddi daryodek eqiyotgan, yoshlari bulutdan tushgan yomg'irdak tushayotgan, musulmonning qimmati
toshdanmi qimmatsiz bo'layotgan, chalmi kesakdanmi qimmatsiz bo'layotgan musulmonning izzat, obro'yi, hurmati mutlaq e'tiborga ilinmayotgan mushunda bir jamiyatda o musulmonlarning g'amini yeyish, o musulmonlarning xizmatini qilish, shu musulmonlarning musulmonlar uchun kuyunib, onun xizmatini qilish insonni Allohga yaqinlashtiradigan va Alloh taolaning muhabbatiga erishtiradigan eng muhim amallar. Peygamberim bu hadisda amallarning Allohga eng suyumligi siz musulmonning qalbiga akirgan xursandlik. Bir musulmonni xursand qildingiz, xush qildingiz, mana bu amal Alloh eng suyunadigan amal. Yoki siz o musulmondan qiyinchilikni ko'tarib o'tdingiz, yo o musulmondan qarzni ado qildingiz, yo o musulmondan och qolgan bo'lsa ochlikni ketkizdingiz, mana bu Alloh subhanahu va taologa eng yaqinlashtiradigan suyumli amal. Aziz musulmonlar, mana bu hadisning ruhiga asosan o'zimizning hayotiga bir qarab boqaylik. Biz ota-onalarimizning qalblariga, ayol bolalarimizning qalblariga xursandlik akiraladikmi? Ularni xursand qila oladikmi? Musulmon jamiyatida yashagan odam xursand bo'la olamdi? Musulmon oilada yashagan odam xursand bo'la olamdi? Bugun musulmon xursand bo'la olamdi? Payg'ambar alayhisalom men musulmon qarindishim bilan o qarindishimning hojatini ado qilg'ili manganlikim mana bu masjidda, Masjid-i Nabaviyda bir oy itikaf qilganlikim yaxshi deb Rasululloh Masjid-i Nabaviyda o'tirib, Qur'on tilovat qilib, kechasi namoz o'qib, Allohga duo qilib, jaynimozdan tushmay taqvolik bilan o'tgandan bir musulmonning hojati bo'lsa uni ado qilib, qiyinchiligi bo'lsa uni hal qilib, musulmonning g'amini yeyish va musulmonning xizmatini qilish mana bu afzal ibodat deb payg'ambar alayhisolatu vasallam buni bayon qildi. Bugun musulmonlar bir musulmonga ehtiyoji tushib qolsa, u musulmonning hojatini ado qilish uchun her türlü banalını köksütüp, şu musulmon chaplishi vasa qeshidan ketmay, onun ki işini hal qilsa, bo'lmasa hal qilmaydigan. Qani bu islom axloqi? Qani bu Alloh subhanahu va taologa qulchilik qilaman degan va'da? Qani bu ibodat? Aziz birodarlar, bugun ibodatni namozga yoki ro'zaga yoki hajga yoki jihodga yoki Qur'on tilovat qilishga yoki tabliğ nasihat qilishga yoki kitob ko'rish bilan bog'lab qo'ymasligimiz lozim. Eng muhim ibodat musulmonlarning baxtli bo'lishi uchun, xotirjam bo'lishi uchun, musulmonlarni zulmdan qutuldirish, azobdan qutuldirish, musulmonlarga ega bo'lish, o musulmonlarning yo'qolish oldida turayotgan hayotiga ko'ngil bo'lish, uning uchun har qanday imkon yetishicha xizmat qilish o musulmonning islomiy ibodati. Musulmonning Allohga yaqinlashadigan yo'li, musulmonning Alloh subhanahu va taologa yaqinlashib jannatga kirishdagi bir ochqich bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu müşahidesinde qandoq bir kishi g'azibini yig'sa, bir musulmon ochchig'ini keltiribdi, ya ko'ngliga aziyat beribdi, shu sababdan ochchig'i kelibdi. Bu ochchig'ini yig'sa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni uning avratini yopadi. Ya'ni xatolikni yopadi, gunohini kechirim qiladi. Qandoq bir kishi ochchig'ini to'xtatsa, agar u kishi o achchig'ining keyniga kirib, qanday qilsa, qila oladigan holatda turib, achchig'ini saqlab qolsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni o kishini rozilik bilan to'shqizadi. Aziz birodarlar, bir musulmonga achchig'in kelibdi,
şunun keyine kirib tillaydigan, g'ayvetini qiladigan, ziyonkashlik qiladigan, u musulmon uchun ziyon soladiganning o'rniga bo'pti mayli, xayr deb o'tayotgan bo'lsa, Allah qiyomat kuni uning yaxshi amallarini rozilik bilan to'shqizyotdi. Ya'ni men rozi sendan deb Alloh taolo rozilik bilan to'shqizyotdi. Ana qiyomat kuni inson o'zining onasidan qochadigan, dadisidan qochadigan, ayolidan qochadigan, bolasidan qochadigan, jamiyatidan qochadigan, urug' tuqqanlardan qochadigan hamma kishi voy mening jinim, voy mening holim, men nima bo'lib ketaman deydigan eng dahshatli kunda insonning amal daftari Allah'ның razılığı bilen toşudu. O insan özünün gazibini yığalısı. Handa bir kişi özünün Müslüman kavimdişi bilen birge bir hacetini, Müslüman kavimdişinin hacetini ada kılıqlı malsa, o şu hacetini hal kıpıraydı. Allah onun kademini bütün kademle yıkılıp düşüdüğün günüde müstehkem kılıdı. Demek kıyamet günündeki korkuncuda hem kademle yıkılıp düşse, hem kademle Allah Subhanahu ve Taala'nın aldıda korkuncudan titirip kesse ama o kişinin kademi müstehkem durudu. Hakikaten yaman ahlak amelini bozudu. Xuddi ki sirke hasanni buzganda deb Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana bunu bayan qildi. Demek aziz qarindoshlar, mush hadis bizga bir musulmonning hojatini ado qilishning ne kadar muhimligini uqtirib qo'ydi. Shundaqla musulmon bilan kofirning hayotining farqini bizga ayirib qo'ydi. Musulmon har bir ish qilsa Allah rızası uchun ve bir musulmon qarindishining xizmatini qilibdi. O musulmon qarindishining xizmatining ichida oilasi bor, avlodlari bor, ota-onasi bor, qulun qo'shnisi bor, do'st birodari bor, yurt mahalladagi kishilar bor. En ağızda la ilahe illallah degan her bir kişi bor. Şu kişinin xizmatini qilib, onun qiyinchiligini hal qilib, onun g'amini ko'tarib, onun derdiga yetib, onun qayg'usini ko'tarib qilgan bo'lsa, mana bu kishi musulmon loyiq ish qilgan, Allah Subhanahu ve Taala'nın yaxshi ko'rishiga erishgan ve amallarning eng afzalini qilgan kishi bo'ladi aziz birodarlar. Demek musulmon o'zining hayotini yaxshilik qilish bilan o'tkazadi. Kaf ve boshqalarga bir ish bilan o'tkazadi. İlimidan bo'lsin, iqtisodidan bo'lsin, vaqtidan bo'lsin, her qanday narsadan bo'lsin, musulmon boshqalarga bir ish bilan bo'ladi. Ama kafir onun aksisi bo'ladi. Nimani bermoqchi bo'lsang, uning bedelini, uning pulusini deydi. Vaqt chiqardim, yoki menda ishingizni hal qildim, yoki ma qiyinchiligingizni osonlashtirdim, yo ma g'imingizni men yo'q qilib etdim. Buning bedelini bana ötümesiniz bo'lmaydi deb o talab qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunda degan: "Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'an nas ve yuqirruha fihim ma bazaluha fa iza mana'uha naza'aha anhum ve havvalaha ila gayrihim." İmam-ı Tibrani rivayet kılgan sahih degan hadis. Peygamberim bunda dedi. Hakikaten Allah Subhanahu ve Taala'nın bir türküm bendeleri var. Allah ulanı bendelerine menfaat yetkiziş için nimet bilen has kılgan bendeler olan. Bazıge ilim bilen Allah Taala nimet bergen, bazıge iktisad bilen nimet bergen, bazılarga hukuk bilen nimet bergen, bazılarga cemiyetdeki imtiyazları bilen nimet bergen. Her türlü başkaları yok nimetler bilen Allah Taala has kılgan bendeler. Allah o nimetlerini şu bendelerde koydu. Madami ki o bendeler şu nimetini verip dursa.
Yani nimetki şükür kılıp tursa, Allah ilimni beripti dep, o ilimni ügütüptü. İktisat beripti dep, o iktisatın hakkını ada kılıptı. Allah Teala bazenlerge hukuk, cemiyetki urun, imtiyazını bergen bolsa, şunun bilen kişilerge minnet kılmasın, onun için gudurmasın hizmet kılgan bolsa, Allah onu şulada kılıdı. Eğer ular bunu onu tossa, Allah onu ulardan tatıp alıdı ve başkalarına bir bitidi. Yani koldan ketedi. Bugün nurgun cemiyetlerinin, nurgun cemaatlerinin, nurgun kişilerinin cemiyetteki ornu ve imtiyazı Allah Subhanahu ve Teala bergen onundaki nimetlerinin koldan ketişi mana şu kişilerinin bu nimetinin hakkını da kılmagalıkları burada. Allah Teala nurgun Müslümanlara iktisat verdi. Allah o iktisat, bergen iktisatını Müslümanların kıyınçılık için heclemedi. En ağırsa onun düşmanı tahtı. İlimni verdi. Milleti için, milletinin akartış işleri için o ilimni sarf etmedi. Ola şu ilimni deydiğen, ilimnin hizmetini kıldıgan fırsatını ayılıp kaldı. Nurgun kişiler özünün cemiyetteki ornu bilen Müslümanların menfaatini hizmet kılış imtiyazı beydi. Yani ola bunu Müslümanların menfaatini işletmedi. Allah Subhanahu ve Teala onu hem en pes gibi ötmez kişiler gaylandırıp koydu. Demek Müslüman kardeşler, Allah bergen her bir nimetini insan tunusa ve o nimetinin hakkını ada kılsa, andın o nimet şu kişinin kolunda. Bana bu hadiste mi? Mahsus Allah Teala'nın şundak bendelerinin bağlılığını Peygamber Aleyhisselam haber verdi. Şunun için Müslüman doğru itikadka iyi bolgan çağda o her bir narsani özünün o'rnida qo'yalaydi. Demek müminning hayoti boshqalarga yaxshilik yetkazish va boshqalarga berish ustiga bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu man kana fi hajati akhi kana Allohu fi hajatihi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan edi. Bir musulmon musulmonning qarindoshi. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Eri ayoliga zulm qilmaydi. Ayoli eriga zulm qilmaydi. Balları ata-onasiga zulm qilmaydi. Birisiga zulm qilmaydi. Cemiyet erbablari, tashkilot başları yoki musulmonlarning ishlariga ega bo'lgan huquqdorlar öz xalqiga, fuqarolarga buningga zulm qilmaydi. Va la yuslimu, uni tashib etmaydi. Musulmon zulmda qolgan bo'lsa, qiyinchilikda qolgan bo'lsa, o zulmdan qutuldirish uchun, o zulmdan uni ozod qilish uchun harakat qilmasdan uni tashlab qo'ymaydi. Demek bugün dünyada harsak Müslüman kardeşlerimiz hamma yerda eng ig'ir zulmda. Ve bulup mu bunun içinde Uygur Müslümanları eng ig'ir zulmda kardeşler. Dünyada Uygur Müslümanlarının üstüge kelgen zulümde ig'ir zulüm tatip atkan bir millet yok. Mana bu hadis İman seni şu kardeşinin zulmünden kurtulduruşka, şu kardeşini aşı zulümden azat kılışka hareketlendirirdi. Eğer onunla hareketlendirenmişse sen imanını tekşirdin. Aziz kardeşler, kim özünün dadısını, özünün balısını, özünün ailesini, özünün urug tuqqanlarini zalimning xoligancha o'ltirib atgan, xoligancha so'layotgan, xoligancha azoblayotgan, xoligancha uning iffat nomusligiga dafsanda qilayotgan holatda ko'rib, yana u xotirjam o'ltirishga ega bo'la olsin. Mana musulmonning qarindoshi.
Qanda bir kishi o'zining qarinishining hojatida bo'lsa, Alloh u kishining hojatida bo'ladi degan. Bir musulmon mening qiyinchilikim bor, mening dardim bor, men nurg'un ishlarimni qilamayapman degan hamon o o'zining musulmon qarinishining qiyinchiligini o'ylasin. Shuni yordam bersin. Çünkü insan Allah subhanahu wa ta'ala'nın qishida yaxshi amal qilish bilan eng katta o'ringa erishadi yoki musulmon qarindoshlariga xizmat qilish sababli kelgan musibatlarga eng yaxshi ishlarni qiladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yana hadisda "Men farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Men satara musliman satarahullohu yawmal qiyamah." Qanda bir kishi bir musulmondan qiyinchilikni, g'amni, musulmonning ustiga tushgan dardni ko'tarib etsa, ko'tarib o'tishga yordam bersa, shu yo'lda tirishsa, Alloh u kishidan qiyomat kunining dardlaridan bo'lgan dardni ko'tarib o'tadi. Qiyomat kunidagi eng cho'ng dard Allohning oldidagi ig'ir hisobdan qutulish aziz birodarlar. Mana siz dunyoda musulmonning ustidagi g'amga ko'ngil bo'ling. Musulmon qab qolgan ig'ir azobdan qutuldirish uchun ko'ngil bo'ling. Musulmonning to'kilgan yeshini surtish uchun ko'ngil bo'ling. Musulmonni shu ig'ir zulmdan azod qilish uchun ko'ngil bo'ling. Qiyomatga ko'ngil bo'lmasangiz bo'ladi. Niyat to'g'ri, aqida sog'lom, Alloh rizosi uchun bo'lgan holatida bu amalga yursak, o qiyomat kunining g'amini yemasak bo'ladi, birodar. Bugun musulmonning xizmatini qilish, musulmonning hojatlarini ado qilish, musulmon uchun ishlash mana qiyomat kuni uchun ishlaganlik bu. Qiyomat uchun yig'ilganlik. Mening qo'limdan hech ish kelmaydi. Nima ish qila olayman? Bir musulmonning uyiga suv akirib berish, musulmonning qarzi bo'lsa ado qilish, musulmonning qiyinchiligi bo'lsa hal qilib berish, hammasi qo'ldan keladigan ish. Qanday bir kishi musulmonning obro'yini yapsa, Alloh uni qiyomat kuni yapadi degan. Demak, bu hadislarning umumisidan biz musulmonga xizmat qilishning ne kadar muhimligini ko'rib olaymiz birodarlar. Agar bir musulmon qarindishiga xizmat qilmasa, musulmon qarindishining g'amini yemasa, u musulmon qarindishi uchun ko'ymasa, ana o dunyoda millati, xalqi va qarindoshlarining dushmanning qo'lida qilish bilan azoblanadi birodarlar. Bugün musulmonlar dunyoning taraf-taraflaridan bizni qutqizib olinglar. Bizga ega bo'tgan erkak bormi? Bizning namusimizni qo'g'dayotgan vijdonli kishilar bormi? Dinimizni himoya etgan dindor bormi? Bu Allohning omonatini ko'targan kishilar bormi deb dunyoning hamma tarafidan nidolar kelyapti. Ana musulmonning xizmatini qilish birinchi o musulmonning jamiyatini tinch, aman jamiyat qilish. Musulmonni o'limdan, turmudan, kambag'allikdan, din e'tiqodidan mahrum qilishdan, yurt vatanlarida xor zabun bo'lishdan, dushmanlarining xohlagancha uning ustida qilich o'ynatib, uni xohlagancha siyosat yurgizishdan saqlash musulmonning xizmatini qilishning eng cho'ng aziz birodarlar. Hatto İslamda jihad zolimga qarshi turib, mazlumni qutuldirish uchun, zolimning qo'lidan mazlumni ozod qilish uchun yo'l qo'yilgan. Mana bu jihadning asosli prinsiplarining birisi bu, maqsadlarining birisi bu. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala
Taavanu alal birri ve taqva ve la taavanu alal ismi vel udvan. Sizlar yaxshilik hamkorlashinglar, taqvolik hamkorlashinglar. Agar bir musulmon o'zi ojiz qo'lidan ish kamidi, xizmat qilolmadi, qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, yana bir musulmon bilan hamkorlashish. Bir to'p ojiz kelsa, yana bir to'p bilan hamkorlashish. Bir jamoa ojiz kelsa, yana bir jamoa bilan ojiz kelish. Hamkorlashish asosida bu xizmatni qilish lozim. Bir musulmonda yana bir musulmon qarzda qolsin, yana bir musulmon g'amda qolsin, yana bir musulmon o'lim oldida qolsin, shuning uchun davomli kuydigan ko'ngil bo'lmasa, uning uchun yig'laydigan ko'z bo'lmasa, uning uchun o'ylanadigan aql bo'lmasa, uning uchun g'am qiladigan qalb bo'lmasa, mana bu qalb, mana bu ko'z iymon bilan bog'langan ko'z emas bo'ladi. Sahabe-i kirimlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana bu ko'rsatmalaridan ügünüp Ebu Bekir radıyallahu anhu bir mahalledeki kişilerin koylarını sığıp birediken. Ebu Bekir halife bo'lganda bir kızdan birisi endi Ebu Bekir bizge koyumuzni sığıp vermeydi o degende Ebu Bekir radıyallahu anhu men bu hizmetini sizlarga xizmat qilish uchun oldim bu xalifalikni. Yana sig'ib beraman. Burun qanday bo'lgan bo'lsam yana sig'ib beraman deb. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kechalari uxlamay musulmonlarning ko'chalarini charlaydi ekan. Musulmonlarning uylarini kuzatadi ekan. Kim kechilikda qiyinchilik jahdidan uxlamadi? Kim musulmonlarning qaysi musulmon uxlayanmidi? Qaysi musulmonning dadi bor? Hatto Umar radhiyallohu anhu o'zining yuzini yo'gab musulmonlarning hol o'qidi ekan. Umarga qanday qaraysizlar? Umar musulmonlarning xizmatini qildimi? Umar sizlarga rozi bo'lg'udak, sizlar rozi bo'lgandek xizmat qila oladimi deb meni so'raydi ekan. Hatto Umar radhiyallohu anhu unni o'zi yudib musulmonlarning uylariga apirib bergan. Demak, bugungi kunda Umar radhiyallohu anhu bugun dunyoni butun oyog'ida tug'izg'udak bir saf qilolig'udak kuchlik bo'lgan bir xalifa ana shu musulmonlarning xizmatini o'zi bir vosita qilgan. Hatto sahobalar eng yaxshi ibodat musulmonning xizmatini qilish, musulmonning g'amini yeyish deb bayon qilgan. Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar bunday deydi: "Ala kulli muslimin sadaqa." Har bir musulmonga sadaqa va har kuni qilishga tegishli. Agar topolmasa-chi deyilganda, u qo'lida ishlasin dedi. İşler özüge menfaat yetkizsin, sadaqa qilsin. Baqo yetmasin. Sadaqa qilay desam menda pul yo'qkan, yaxshilik qilay, yaxshilikqa qayday desam menda hisob bo'lmasa, bundaq detqanga islom yo'q, ruxsat qilmaysiz birodarlar. Sen ishla. Ishla. Allah rızası uchun ishla. Oilangni boq, jamiyatingga yaxshilik qil, musulmonlarning xizmatini qil. Agar uningga qodir bo'lmasa, kasal yoki mayib sababdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam muhtojga yordam berdi. Bir hojati bor kishiga. Payg'ambarimga deyildi, agar uningga qodir bo'lmasa-chi, Payg'ambar alayhisollam yaxshilikqa buyursin. Uningga qodir bo'lmasa-chi deganda Payg'ambar alayhisollam yomonlik qilmasin. Mana bu yomonlik qilmaganlikning o'zi sadaqadir. Yana boshqalarga ziyon solmasin. Boshqalarning ko'nglini og'ritmasin. Mana bu sadaqa dedi. Demak, musulmonga yaxshilik qilish hammasi ajr, hammasi savob, hammasi Allohga yaqinlashtirishning yo'li. Onun aksicha yomonlik, yaxshilik qilmasang, yomonlik qilmaslikning ajri, savob. Mana bu hadisning ruhiga asosan musulmonlar o'zimizning qarindoshlarining xizmatiga ko'ngil bilayli, aktiv qatnashayli, islom xizmatlarini qo'llayli, davomli musulmonning eng ig'ir ulush
turmalarda yetish va eng ig'ir ahvolda qolgan shu ojiz musulmonlarning g'amini yeyli. Uning uchun kuyinayli. Uni ozod qilish uchun har qanday imkoniyat bilan xizmatini qiladi. Va alhamdulillah.